O'zbekistonning quyoshli iqlimi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishga imkon beradi. Shu bois ham mamlakatimizda aholi va tadbirkorlik subyektlarining qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilib, energiya samaradorligini oshirish orqali respublika hududlarida energiya taqchilligini bartaraf etish borasida tizimli islohotlar olib borilmoqda. Jumladan davlatimiz rahbarining 2024-yil 14-iyundagi energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida yuridik tashkilotlar aholi xonadonlariga qayta tiklanuvchi energiya manbai bo'lgan quyosh batareyalarini o'rnatish, iste'molchilarni muqobil energiyaga o'tkazish va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda biz Konimix tumanidagi ana shu jarayonlar xususida so'z yuritamiz. Yashil iqtisodiyotga o'tishning eng muhim shartlaridan biri elektr energiyasini tejash va muqobil energiya manbalaridan foydalanish. Bugungi kunda mana shu borada Konimix tumanida qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Hozirgi kunda elektr energiyasiga talab oshib borayotganligi sababli hozir muqobil energiyaga o'tish eng samarali yo'l bo'lyapti. Shu o'rinda o'zimiz tuman prokuratura tashabbusi bilan tuman elektr tarmoqlari tashabbusi bilan birgalikda seminarlar, targ'ibotlar olib borilyapti. Aholiga, yuridik tashkilotlarga hammasiga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Hozirgi kunda quyosh panellaridan foydalanish aholi uchun juda ham samarali bo'lyapti. Har bir kilovatt soat uchun 1000 so'mdan subsidiya qilib, Soliq.uz mobil ilovasi orqali to'lab berilyapti. Aholida umuman muammolar yo'q. Yuridik tashkilotlar yoki ijtimoiy sohalar ularga esa shartnoma qilinib, hududiy elektr tarmoqlari bilan birgalikda kilovatt soatlari belgilanib, bazaga kiritilib, to'lovlari amalga oshirib beriladi. Har oyni 25-sanasida ularga to'lab beriladi. 50 ga yaqin tadbirkorlar, ijtimoiy sohalar shartnoma tuzilgan, hammasiga vaqtida to'lovlar qilib berilyapti. Umuman muammo bo'layotgan yo'q. Aholidan 130 ga yaqin aholi qo'ygan, o'rnatyapti. Yana qo'shimcha tarzda o'rnatilayotganlar bor. Vaqtida 3 kilovat o'rnatib, keyin foydasini sezgandan keyin 10 kilovat qo'yib, samarasini sezganlar ko'p. Endi Azizbek, mana bugun imtiyozli kredit ajratilyapti. Aynan shu quyosh panellari o'rnatmoqchi bo'lganlarga, aholiga ayniqsa bu juda ham samarali deyilmoqda, lekin baribir fuqarolar orasida bir vahima ham borda, buni kreditga olsam, kredit qoplay olamanmi deb mutaxassis sifatida qanaqa fikr bildirasiz? Mutaxassis sifatida men aholiga 100% garantiya beraman. Mahsulot sifatli bo'layotgan bo'lsa, firmalarimiz bor, sifatli mahsulot o'rnatgan bo'lsa, 100% elektr energiyadan ozod bo'ladi. Foydasini 100% sezadi. Quyosh batareyalari quyosh nuridan quvvat oladi va elektr energiya ishlab chiqaradi. Uning afzallik jihati shundaki, tabiiy resurs quyosh nuridan foydalanadi. Bu esa energiya ishlab chiqarish jarayonida uglerod gazlarini ishlab chiqarmaydi va atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Bundan tashqari quyosh batareyalari ekologik toza energiya ishlab chiqarishga, energiya mustaqilligini ta'minlashga yordam beradi. Bu quyosh panellari 2024-yili sentyabr hamda oktyabr oylarida o'rnatildi. 3 ta bo'limimizga qo'yilgan. Bu hozir mana ko'rib turgan quyosh panelimiz, bu 30 kilovatlik reanimatsiya bo'limi bilan operatsion blokni tok bilan ta'minlab turadi. Uzluksiz ta'minlaydi. Undan tashqari tug'ruq bo'limimizga qo'yilgan 25 kilovatlik hamda 25 kilovatlik ko'p tarmoqli poliklinikamizga qo'yilgan. Mana shu qo'yilgandan beri masalan tug'ruq bo'limidagi quyosh panelida o'zi salkam 17000 kilovat tok ishlab berdi. Hozir sho'chiklar qo'yilgan, o'rganib ko'rib turamiz. Ehtiyojdan ortig'ini mana alohida sho'chik qo'yib berib ketgan, o'sha alohida sho'chik orqali davlatga o'tkazib turadi. Elektr tarmoqlari bizlarga kilovatini 700 so'mdan pulini ko'chirib beradi. O'zi mana shu muqobil energiyadan foydalanish paydo bo'lish bilan birinchi o'rinda shu aynan sog'liqni saqlashga tatbiq etila boshlandi-da. To'g'ri. Bizlarga shu 2024-yil davomida bundan tashqari oilaviy shifokorlik punktlariga ham qo'yildi. Mana Sho'rtepaga qo'yildi, Chordaraga qo'yilgan, xo'sh, Telemenga qo'yilgan quyosh panellari qayerlarda bo'lsa, o'shalarga quyosh panellar hamma bo'limlarimizga to'liq qo'yilib bo'lindi. Endi hozir mana cho'l hududlariga
harakat qilyapmiz. Cho'l hududlarini ham ta'minlab bersak, cho'l hududlardan Sarjalga qo'yilgan quyosh panellari. Sarjal oilaviy shifokorlar punkti bor. Bu yerdan 70 kilometr uzoqlikda u yerga ham qo'yilgan. Undan tashqari misol qilib oladigan bo'lsak, o'zimizda xodimlarning xonadonlariga ham qo'yilyapti. Masalan, men o'zim uyimga 3 kilovatlik quyosh panel qo'yganman. Yana bir xodimimiz 10 kilovatlik qo'ydi. Umuman olganda bir 12 ta 14 ta xodimimiz quyosh panel qo'ydirildi. Hozir mana men o'zim o'sha o'tgan yil oktyabr oyida qo'yilgan bo'lsa, oktyabr oyidan beri elektr energiya bo'yicha to'lovni biron so'm amalga oshirgan yo'qman. Demak, o'zini o'zi qoplaydi. O'zini o'zi qoplaydi. O'zini o'zi bemalol qoplaydi. Hech qanaqa iloji boricha kattaroq kilovatdagini qo'ydirsa, mening maslahatim shu 5 kilovat, eng kami 5 kilovatdan kam bo'lmasligi. Ahamiyatlisi tuman tibbiyot birlashmasida olib borilayotgan targ'ibot ishlari natijasida bugun xodimlar ham o'z xonadonlarida quyosh panellarini o'rnatishmoqda. Bizni mana shu Kanimix tumani tibbiyot birlashmasiga targ'ibot ishlari olib borilgandan keyin men qiziqib qolib turmush o'rtog'imga aytganimda, u kishi ham eshitib yurgan ekanlar. Keyin 5 kilovatlik quyosh panelidan xonadonimizga o'rnatdik. Oktyabr oyida o'rnatgan bo'lsak, hozirgacha biror marta energiyaga pul to'laganimiz yo'q. Mana ortiqcha nimani bizga pul qilib yana plastik kartamizga tashab beryapti. Biz juda ham mamnunmiz. O'zim bilan birga ishlaydigan xodimlarga ham hammasiga aytayapman. Agar muammo bo'lganda o'zimni ishchilarimizga aytmagan bo'laydim. Juda ham yaxshi. Oldin shunaqa muammolar bo'lgan ekan, lekin hozir hech qanaqa muammo ko'rmadik biz. Faqat plus tarafda yaxshi. Biz juda ham xursandmiz. Demak, o'sha ro'zg'oringizga daromad ham kelyapti, shunday daromad kelyapti. Daromad ham kelyapti. Masalan, biz ko'p-tuk ishlatardik. Uyimda 2 ta xolodilnik ishlaydi, konditsioner ishlaydi, ariston ishlaydi. Mana shularga hammasiga yetib, yana ortiqchasini pul qilib to'lab beryapti. Kreditga oldingizlarmi? Kreditga oldik. Agrobankga 19,5% kredit bilan chiqartirdik. Bir so'm ham boshlanishda pul to'laganimiz yo'q. 6 oy ligotasi ham bor ekan. Pul to'lashiga ham qiynalayotganimiz yo'q. Demak, o'zini o'zi qoplab, yana ortib ham qolyapti. Ortib ham qolyapti. Ana shu hozir o'zidan tushayotgan pul bilan hozirgi 6 oylik ligotasini qoplab boryapmiz. Quyosh panellarining yana bir afzal jihati joylashtirishning qulayligi va iqtisodiy samaradorligi tufayli ular shaharlar va qishloqlar orasidagi energiya bog'liqligini kamaytiradi. 10 kilovatli quyosh panellari bizda o'rnatilgan bo'lib, bu ortiqcha manbasi sotuvga chiqariladi. Nima uchun o'rnatdingizlar shuni endi? Mana bu tibbiy xizmatni ko'rsatishda yordam bo'ladi degan maqsadda o'rnatilgan. Mana hozir ko'ryapmiz, o'zingizning xonadoningizda uy sharoitidagi bog'chani tashkil etib, buni yana quyosh panelidan foydalanib elektr energiyasini sarflayotgan ekansizda. Hozir elektrda hech qanday muammomiz yo'q. Foydasi bo'ldi. Uyga ham, bog'chaga ham qulaylik ancha yengil tortdik. Yaxshi. Qachon o'rnatgandingiz buni? Qanaqa bo'ldi? Dekabr oyida. Necha kilovatli? 5 kilovatlik. Kunduzi shu kuni bilan bog'chaga xizmat qiladi, kechqurun o'zimizga. Hech qanday nimasi yo'q, muammosi. Kredit asosida qildingizmi yoki o'z mablag'ingiz? Kredit asosida qildik, kredit asosida qilindi. Demak, avvalgidek tokdan uzilishlar bo'lmaydi. Yo'q. Tokdan uzilish yo'q. Mana remont deb nima qilib o'chirgan paytda bizlarga umuman bilinmaydi. Xudoga ming qatla shukr. Mana bolalar ham masalan televizordan, nimadan, hamma narsasidan foydalaniladi. Bizlar svetning o'chganini bilmaymiz davlat tomonidan. Yaxshi hammasi. Quyosh batareyalari orqali ishlab chiqariladigan elektr energiya aholiga aniq va barqaror ta'minotni taqdim etibgina qolmay, ekologik yo'nalishdagi muammolarning yechim topishiga, aholining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirishga qaratilgani bilan muhimdir. Kanimix tuman solishtirilgan maktabda 2024-yil sentyabr oyida viloyat moliya tomonidan 298 million 500 ming so'm pul ajratilib, tenderga qo'yilib, sentyabrning 20 kuni Avro MCH firmasi tomonidan tenderdan yutib olinib, quyosh paneli o'rnatildi. Oktyabrning 10-chislosidan boshlab dekabr oyigacha 2 million 895 ming so'm tejalib, maktabimizning spesshyotiga quyilib berildi. Maktabda ehtiyojidan ortgan elektr energiyasi sotuvga chiqqanda, sotuvga qo'yilib,
Shu tejagan pulimizni qaytarib spech счетimizga tashlab berdi maktabimizning. Endi bu o'sha kuz, qish oylariga to'g'ri kelgan, bu yog'iga quyoshli kunlarga yaxshiroq bo'lsa kerakina. Endi niyat qilib o'tiribmiz, bundan keyin yaxshi bo'ladi, yaxshi tejamkor bo'ladi degan umiddamiz. Xonadonlarga quyosh batareyalari o'rnatilishi nafaqat elektr ta'minotidagi uzilishlarning oldini olishga, tabiiy resurslarni tejash orqali ekologik ta'sirni kamaytirishga, pirovardda elektr energiya uchun sarflanadigan pul mablag'larini tejash, qo'shimcha daromad topishga imkon bermoqda. Misol uchun aytganda, o'z xonadonlariga quyosh batareyalari o'rnatgan aholi vakillari elektr energiyani tejabgina qolmay, quyosh batareyalari orqali olgan elektr energiyani davlatga sotish ortidan daromad ham topmoqda. Bunda aholi tomonidan elektr korxonalariga sotilgan 1 kilovat elektr energiyasi uchun 1000 so'mdan, yuridik tashkilotlar tomonidan sotilgan 1 kilovat elektr energiyasi uchun esa 720 so'mdan hisob-kitob qilinmoqda. O'tgan yili 2024da noyabr oyida quyosh panelini o'rnatdik. Samarasi juda foydali. Har oyda iste'molimiz kamaydi. Yaxshi hozircha. Demak, ortiqchasi daromad bo'lyapti. Ortiqcha daromadni oyma-oy tashab beryapti. Qancha xarajat qilgandingizlar panel uchun? Quyosh paneliga 100 million xarajat qildik. Hamma joyda, nafaqat qishloqlarda, balki o'sha shaharlarda ham elektr energiyasida uzilishlar bo'lar-edi. Shunaqa muammolarga ham chek qo'yilgan bo'lsa kerak. Kunduz kunlari tokdan uzilish yo'q. Nafaqat kunduz kuni tunda ham uzilish yo'q. Buni o'rnatganimizga 2-3 hafta bo'lib qoldi. Juda yaxshi ekan. Biz tibbiyot sohasida bo'lganimiz uchun o'zimiz inisiativa bildirib, shu quyosh panelini o'rnatib, xo'jayin bilan kelishib o'rnatishga qaror qildik va o'rnatdik. Buni kredit asosida oldik, 10 kilovatlik qilib oldik. O'zimiz ehtiyojimizdan kelib chiqqan holda 10 kilovat qilib oldik. Hozirgi paytda hech qanday qiyinchilik tug'dirayotgani yo'q. O'zini ishlagan nimasi kreditni summasini qoplab ketyaptilar. Hech qanday bu oila byudjetiga zarar tegayotgani yo'q. Hamda elektr tarmoqlarda bo'layotgan muammolar umuman yo'q. Xudoga shukr, sezayotganimiz yo'q. To'lovlar yo'q avvalgiday. Bugungi ko'rsatuvimizdan xulosa qildikki, muqobil energiya manbalaridan foydalanish nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy, ijtimoiy va energetik mustaqillikni oshirishga ham katta ahamiyatga ega. Ta'kidlash lozimki, energiya ta'minotining barqaror faoliyati, unda tegishli tartibda nazorat yuritish albatta energiya samaradorligi va tejamkorligi masalalari bilan chambarchas bog'liq va mavjud muammolar yechimidagi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli xalqimizning iste'mol madaniyatini oshirishda energiya samaradorligi va tejamkorligi masalasiga alohida to'xtalib, jamoatchilik e'tiborini tortishimiz har jihatdan maqsadga muvofiqdir. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 13 fevral kuni qabul qilingan yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish sohasida davlat nazorati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ayni paytda juda dolzarb bo'lgan masalalarni qamrab olgan. Hujjatga ko'ra, Bosh prokurorning yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish sohasida qonunchilikka rioya etilishi va uning ijrosi ustidan nazoratni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Bosh prokuror o'rinbosari O'zbek Energo inspeksiya zimmasiga yuklangan vazifa va funksiyalarni bajarishga amaliy yordam ko'rsatadi. Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti faoliyatini muvofiqlashtiradi. Tom ma'noda aytish mumkinki, ushbu qaror yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish sohasida davlat nazorati samaradorligini oshirishda yanada jiddiy qadam bo'ldi. Bu yo'nalishda Qiziltepa tuman prokuraturasi tomonidan energiya resurslaridan samarali foydalanish, elektr va tabiiy gazni iqtisod qilish, ularni talon-taroj qilishning oldini olish, elektr va gaz ta'minotini yaxshilash hamda uning uzluksizligini ta'minlashga doir davlat dasturlari ijrosini doimiy nazoratga olgan. Qiziltepa tuman prokuraturasi hamda mas'ul tashkilotlar hamkorligida tuman prokuror rahbarligida ishchi guruh tashkil etilgan. Mazkur ishchi guruh tomonidan kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish, elektr energiyani tejash, energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlarini fosh etish yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, ishchi guruh faoliyati natijasida o'tgan 2024-yilda jami 800 dan ortiq energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlari fosh etilib, 3 milliard so'mdan ortiq zarar yetkazilganligi aniqlandi. Bundan tashqari, 11 ta yirik qonun buzilishi
holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 2 milliard so'mlik zarar qoplangan bo'lsa, qolgan zararlar yuzasidan javobgarlarning mol-mulklari xatlanishi ta'minlandi. Shu jumladan ishchi guruh tomonidan tunu kun rejimida dispetcherlik xizmati yo'lga qo'yilgan bo'lib, fuqarolar tomonidan yo'llanayotgan murojaatlar tuman prokuraturasi nazoratida o'rganib chiqilib, zudlik bilan hal qilish choralari ko'rilmoqda. Shuningdek, elektr energiyani tejovchi va iqtisod qiluvchi uskunalarni targ'ib qilish hamda ularni joriy qilish yuzasidan ham bir qancha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, 2024-yilda ijtimoiy soha obyektlariga 1.1 megavat, tadbirkorlik subyektlariga 0.7 megavat, aholi xonadonlariga 0.8 megavat, ko'p qavatli uylarga 90 kilovatt quyosh panellari, 13100 litr geokollektorlar va 11811 dona gaz tejovchi uskunalar o'rnatildi. Bundan tashqari, tuman aholi turar joylari va ijtimoiy soha obyektlarida yog'ingarchilik kunlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariyali holatlarning oldini olish maqsadida korxonada 9 ta avariya tiklash brigadalari eng zarur uskunalar bilan ta'minlangan holda shay qilib qo'yildi. Qiziltepa tuman elektr tarmoqlari korxonasi 33 mingga yaqin aholi iste'molchilariga xizmat ko'rsatadi. Yuridik iste'molchilar 2000 dan ziyod iste'molchiga xizmat ko'rsatadi. Bu bo'yicha bizda 38 ta xodimdan iborat brigadalar tuzilgan. Bularning ichiga 2 ta maxsus texnika va 9 ta yengil avtomobildan tashkil topgan. Qiziltepa tumani dispetcherlik xizmati tashkil qilingan. Bitta yengil avtomobil va 3 ta xodimdan iborat ishchi guruh xizmat ko'rsatadi. Mana shu hozirda iste'molchilar tomonidan kelib tushgan murojaatlar bo'yicha 3 ta murojaat kelib tushgan. Bu murojaatlarni joyida bartaraf etish maqsadida ishchi xodimlarimiz borib, ularga sifatli energiya yetkazib berish bo'yicha xizmatga shay. Bir so'z bilan aytganda, energiya resurslaridan oqilona foydalanish bugungi kun talabi bo'lib, atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida bu kabi ishlar ko'lami yanada kengayadi.